Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Oqnazarov Otabek bu yo'l sohasiga qiziqishim boshidan otam sababchi bo'lgan. Otam 10 yildan oshiq ishlagan. 2018-yil iyul oylari ishga kirganman. 6,5 yil bo'ldi ishlayotganimga. Shuncha yildan beri borgan sari yo'lga bo'lgan muhabbat oshib boryapti. Boshida ozroq uyalish bo'lgan, odamlardan tortilish bo'lgan, do'stlarimdan sal uyalganman. Bunday qarasam, nima uyatli joyi yo'q, halol kasb, birovda o'g'irlik qilganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Keyin uyalmasdan borgan sari yo'lga muhabbat oshib borgan. Boshida ozroq aytganimdek uyalish bo'lgan, afsuslanish bo'lmagan. Ertalabdan ishga muhabbat bilan, shash bilan kelib, yaxshi kollektiv bilan ishlab, yo'llarni ta'mirlaganimizda odamlar mamnun bo'lib, rahmat aytib ketishadi. O'zim ham xursand bo'lib, borgan sari ishga shijoatimiz oshib, yo'l hayot mazmuni bo'lib qolgan. Oldin yo'llar talabga javob bermagan anchagina. Hozir ancha katta ishlar olib borilyapti. Yo'llarimiz ancha obod bo'lib, yaxshi bo'lgan. Odamlar ham mamnun. Hozir oldingiga nisbatan ancha rivojlangan texnika. Hozir odam qo'l mehnatidan texnika rivojlanib, texnika bilan foydalanyapmiz. Ancha bizga yengilliklar bo'ldi. Avvallari qish paytlari tuz sepish bo'lganda qo'lda sepganmiz. Hozir texnikalar rivojlanib, texnikalar o'zlari sepib, ancha yengilliklar bo'lgan. Ko'pchilik oson deb o'ylaydi. O'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Yozgi kunida issiqda yana asfalt undan ham issiq bo'ladi. Ancha qiyinchiliklar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qishda esa sovuqda endi muzlamalarda yo'llarni ochib tozalash kerak, boshqa qilish kerak. Shunaqa ishlar bo'ladi. Oson emas, lekin yaxshi ko'rganim uchun shu ishda ishlab kelyapman. O'qirdim, mana shu yo'l sohasida bo'lsa, o'qib, oldinda maqsadlar katta qo'yganman. Shu oliy o'quv yurtlarida o'qib, davlatimizga va shu yo'l sohasiga katta o'zgartirishlar kiritishga harakat qilaman. Ish jarayonida oilamdan, onamdan, hamkasblarimdan motivatsiya olib, ishga bo'lgan shijoatimiz oshib, yaxshi kollektiv, sheriklarimiz ham bir-biriga mehribon. Kasbimdan faxrlanaman albatta. Ko'proq mana shu yo'l sohasida odamlarning xavfsizligi, xavfsiz manzillarga yetib olishini biz tarafdan biz ham ancha sababchimiz. Shunga bor kuchimiz bilan, mehnatimiz bilan harakat qilib, yo'llarni ta'mirlab, ishda fidoyilik ko'rsatib kelyapmiz. Otam ham shu yo'l sohasida, yo'l qurilishida oddiy ishchi bo'lib ishlaganlar. Kollej paytlari 16-17 yoshlarimda ishlarini kuzatib, keyinchalik kollejni bitirib, yo'l sohasiga ishga kirganman. Yo'l sohasida ko'proq shu katoklarga qiziqqanman, asfalt bosadiganlarga, o'shalarga qiziqib, asta yo'l sohasiga kirib kelganmiz. Otamning ishi shu Malkada bo'lgan, yo'l tekislab, asfaltlarni tekislash ishi bo'lgan. O'sha otamdan o'rganganman malka qilishlarni. Shu ota-onam bilan birga ishlab, ancha yil dadam bilan ham ishlaganman. 4 yillar ishlaganman. Keyin shu bilan undan keyin o'zimiz ishlab kelyapmiz onam bilan. Asosiy ishimiz asfalt olish, trotuarlar quramiz. Yo'lda nima ish bo'lsa qilamiz. Masalan, yo'lda tozaligiga, asfalt qilishga, latok qurishga, shunaqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Kitob o'qib turaman. Yaqinda Yashamoq asarini o'qidim. Undan ancha ta'sirlanib, shu qiziqarli voqealar, hikoyalar bo'lsa o'qiyman. Kelajakda shu yo'l sohasida o'zimni malakamni oshirib, oliy o'quv yurtlariga kirib, shu yo'l sohasida davlatimizga, yurtimizga foydasi tegadigan kadr bo'lib yetmoqchiman.